Assalomu alaykum qadrdonlar. Individga ishqibozlari hafta kuniga seshanba 17-fevral 2026-yil. Mana individgalarimiz, mana xo'rozlar bog'da. Mana bog'dayam bu bilan bu xo'roz, bu mana bu oqbosh tulak makon. Nargisi o'zimizdan chiqqan xo'rozlar. Mana individgalar, mana bog'da kataklari, bu mana busi to'g'diki. Bu individganiki. Mana ikkalasi ham kataklari. Individgalar hozir boshqa katakda yotibdi issiqxonada. Tovuqlar bog'dagi tashqaridagi katakda yotibdi. Endi individgalarni ham tashqariga olib chiqamiz. Xudo xolasa kunlar boryapti endi bundan buyog'iga. Mana bular qolganlari, bu xo'rozlar hammasi jo'ja. Mana bu tovuqlar, mana xo'roz makon bu. Og'da ham individgalar yuribdi, огород ichida ham. Mana xo'roz ham o'tlab, hammasi endi kechki salqinda o'tlab yuribdi. Mana individgalar. Mana bu mana shu oqbosh tulak makon, mana bular xo'roz, mana. Xo'roz. Bular makon, mana bular. Bu xo'roz. Hop. Hozir bitta 4 tasi yuribdi. Hozir qolganlarini ham chaqiramiz. Shu yerda ana ekan, og'da yuribdi. Endi serashni boshlab bo'lsa kerak. Hali ham seramayapti. O'zi 2 kunda boshlab bo'lsa kerak. O'zi 2 kundan ham 15 kunda bo'ladi. Mana bedana. Tashqariga chiqishga harakat qilyapti. Boya suvni berib qo'ydim, donini berib qo'ygandim. Endi kechqurun yotishda beraman. Shu bilan ertalabgacha qoladi.